Xalq haqida ko'p gapirgan insondan to'g'risi qo'rqish kerak. Nega? Chunki bu so'zda yuki bor. Ya'ni vatanparvarlik, vatanni sevish, vatanni ulug'lash haqidagi gaplarda real tahdid tug'ilganda biz uni amalda ko'rishimiz kerak. Agarda oilani himoya qilish darajasidan butun bir vatan tahdid ostida qoladigan bo'lsa, oila va vatanni orasidagi kesishadi nuqtalar. Ya'ni manfaat nuqtai nazaridan biz oiladan-da ko'ra vatanni butun holatini vatanparvarlik sifatida his qila bilishi bu haqiqiy vatanparvarlik bo'ladi. Biz buni aytaveramiz, mana tinch paytda she'r aytish mumkin, qo'shiq aytish mumkin. Mardona turib minbarni hech kimga bermay katta gaplar gapirish mumkin. Lekin uning qarshisida real tahdid paydo bo'lgandan keyin uning xatti-harakatlarida o'zgarishni ko'rishimiz mumkin. Buyuklarni xatdan tashqari yorqin bo'yoqda emas, agar biz real tarixni qo'yadigan bo'lsak, xatolarni ko'rsak va bugungi kunimizdagi mana mudofaa haqida gap ketyapti-ku. Bugungi kundagi vatan masalasi, mudofaa masalasida biz o'tmishda bo'lgan xatolardan xulosa chiqargan bo'lamiz. Agar o'zimizni maqtab o'tiraversak, buyuklarimiz bilan orqasiga bekinib olib, mana bizda buyuklar deb ularni bir avliyo darajasiga ko'tarib, xatolardan ko'z yumsak yoki bunga toqatsizlik bilan qaraydigan bo'lsak, tarixda biz kerakli holatda o'rgangan bo'lmaymiz. Qoliplangan tarixdan chiqishimiz kerak. Kimdir yasab bergan qolipga solingan, tekislangan, yo'q, unaqa bo'lmagan. U bo'lib o'tgan, unga teginish kerak emas. Qanday bo'lsa shuni o'rganish kerak, xatolarni ko'rish kerak. O'sha xatolar bugungi kunda ham bo'lyapti-ku degan narsa bo'lyapti. Chunki tarixda ba'zi bir voqealar imiji, ya'ni ko'rinishi o'zgargan bilan mazmuni o'zgargan yo'q. Masalan, mudofaa haqida gapiryapsiz-ku. Bugungi kunda ham dunyoda xalqaro huquq normalar kuchaygan, bir ko'p gapiriladigan davrga yetib kelganimiz bilan hali ham parda orqasida kuch masalani hal qilyapti. Ya'ni hamma masalani ko'plab masalalarda hal qiluvchi vosita bu kuch bo'lib qolyapti. Shuni. O'shaning uchun ham mamlakatning mudofaasi bu juda ham kerak va o'ta dolzarb masala bo'lib qolaveradi. To'g'ridan to'g'ri devor ortiga bekinib olib, biz bo'ldi, mana ishni bitirdik, bizga dushman tahdid qila olmaydi degan narsa bu hech qachon amalga oshmaydi. O'shaning uchun ham mudofaa holatlarida bugungi kunda ham ko'ryapmiz, biz hozir aytyapmiz, armiyani shakllantirish. Armiyani shakllantirish bu bitta masala. Bu ichki masala bor, bu ruhiyatni shakllantirish. Ya'ni agar bizning xalqimiz o'zligini yo'qotishdan qo'rqsa, uni yengib bo'lmaydi. Agar unga qizil bayroq, oq bayroq farqi bo'lmasa, uni hech qanaqa armiya ham himoya qila olmaydi. Chunki armiya nimadan quvvat oladi? Xalqidan quvvat oladi. Agar xalq bilan hukumat, armiya o'rtasida ma'naviy bir bog'liqlik bo'lmasa, bu yerda bo'shliq yuzaga keladi. Ana shu bo'shliqdan dushman foydalanadi. Ya'ni axboriy